Sen burun oltin ko'rikdan o'tib baqqan. Qanday qilishni biladigan bo'g'ayding. Bilmay qolmaysan, Aqchan. Kechiring. Behzoda. Kechiring. Shoqay. Qiyosangiz to'g'ri chiqdi. Bu Vangjongda haqiqatan masala bor ekan. gün vaqt birdamda o'tib ketdi. Xayyunfan Vangjong qatorliqlarga ergishibla nurg'un kishilar o'tgandan o'tishning sirini bilib oldi. Shundaqdimi, eng oxirida bu yerdan chiqib ketganlar faqat bir qism kishilar bo'ldi. Talaniyat, o kalva. 小芳，没能全都是什么熬了手脚，小芳。Voy, men texi osmondan bir meteor tushdimkan debdiman. Asli senkansan-ku. Qaraganda payq qiz bilan qilgan suhbating toza o'ngishliq bo'lmagan o'xshamamdi. Voy, qarag'ana bu bichora turqonga. Sening o'ydakdan zodi nima farqing? Bo'ldi, men qaytib ketay. To'xtab turing, o'tirib qolay. Men Eliq portning o'tgandan o'talganligining sababining sizning kitobingizni o'qiganlikdan bo'lganligini bilaman. Ko'rib turibsiz, 15 kun o'rtak bo'lsam yeril mag'lub bo'ldim. O'tinib qolay, menga ko'rsatmagan bo'lsangiz. Men faqat sizlarga bir ig'iz hikmat bera olaman. 10 yil uy hayvoni bo'lish seni mag'ribga boshlaydi. Shunga yanala o'rdak bo'lganinglar yaxshi. Sizlarga omad tilayman. Peqirning sizlarda ajratadigan vaqti yo'q. Men butun zehnim bilan o'tkaldan o'tishim kerak. Endi nomer oladigan payt keldi. Voy, Vanglo shu-ku. U o'zi maydonga tushibdi-da. Endi o'yinning qiziqini ko'radigan bo'ldik. O yana qanday esil mahorat ko'rsatdi. Hey, japa chekdingiz. U nima deb Huang onaga yordamlashib sutish berdi-g'andi? Tekshirishga qaraganda, Huang ona faqat odatdagi kent aholisi ekan. Uning yaxshi bo'lganining nimaga foydasi bor? Uningda yaxshi ta'sir qoldirsa hech qanday foydasi yo'q-da. Biz diqqat qilmagan bir ish bormi-ya? Hey, japa chekdingiz. Qaytishdan burun uyimda tamoq yeb engam. Rahmat. Ha, Aras. Qaytish yo'lingizda buni o'g'limning madrasasiga berib qo'ya olasizmi? Madras? O bu yerga nima deb kelgandi? Buni Huang momam avatdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Hey, nima qilyapsiz? Boshqalarning xotirasini qalamqa ichib, yana tek unaqa sizib yuribsiz-ku. Bu masnavining oxirini tushirishga ilhomim tutib qoldi shu. Qoltis, bu masnavini qanday tushiraman deb beshim qetib turadi. Sizga qanday rahmat etsam bo'lar? Menga qimmatli buyumlarning lozimi yo'q. Menga lozimi faqat siz yoningizda ep yuradigan taringizni surtadigan qo'l yog'liq. Qo'l yog'liq? Bu mehnat qo'l yog'liqni o'zadi nima qiladigan-da?
Bu biroq uning burniga purmetimikin ha? Bu xuddi yangi tug'ilgan mo'za yo'lbosdan qo'rqmabdi degandek bir ish. Shafani yo'q. Xonachani izlaydigan nima ishing bor? Ha, bu mening savdolik kesimning to'g'risi-ku. Bu biroq cho'qomoning. Biz nima ish bunga diqqat qilmaganmiz. Shafan asli qonunni yaxshi ko'rdi ekanda. Bu men o'zim aytgan itmi emasman-da. Shunda qilib Vanglo narsiga tegish usuli bilan piyodalda butun kentni aylanib chiqdi. Bir kunning ichida kentdagi 120 odamning rahmatiga erishdi. Shunda qilib nomermi yuqorilab mangdi. Vanglo nima ish bunday qiladigan-da? Biz bu kentga kelgilmi bir oydan oshdi, kim bilsin. Boshqalarning yoqtirishiga erishishdan boshqasining hammasi qo'rqib ketgan emasmi? Ammo bir aholi bilan faqat birla qitim aloqa qilib bo'ladi. Shunga hozir vazifaning ko'p qismi oyoqlashib bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqalarning yoqtirishiga erishman deyish vaqt isrof qildik. Faqat tushunmadim. Deganing to'g'ri. Kentdagi 120 odamning hamda uchir berish qiymati qanmidi degan gap. Ammo yana bir odam bor. Lekin men sizlarning do'tlikda bunchalik ekanliginglarni faqat o'ylamabdi ekanman. Sizlar rostla bu 120 odamni kentdagi barliq odam deb qoldinglarmi? Oshkorlanib qolmagandimiz ha? Nafati Jang'anining qo'sqilik bolaning bir odam deb hisoblaydigan bo'lsak, Ajiba kentga hayvonlar orqali vazifani o'rnig'ini bo'lamdigandi. Ha, sizlar-chi rostla to'ying to'sin bo'lgansizlar. Nima? Nimaga ko'ra olmaysan, Seriqtok? O, ablah! Sizlar-chi bir-biringlar bilan ajoyib moslashibsizlar. Urayli! 121 kent aholisi ko'rishmagan xeyli uzun bo'pti. Sizdan ta'lim olsam qandoq? Mening so'ngilarim qattiq, ustixonim pishqan, dunyoni qo'g'dashdek muhim vazifaning huddidan chiqa olmayman. Saloyiting to'shmaydi. To'shmamdi ekan. Asli mundaq ekanda. Salohiyat o'xshamaydi deganni Vanglo kent aholilariga yaxshi ko'rinish darajasi yetarlik bo'lmadi deb tushundirdi. Gerçi uyushtirilgan vazifa mushkul bo'lsa-mu, ammo Vanglo qilchi bo'shib qolmasdan kent aholilari uchun davomli yaxshi chiqib berdi. Shuning bilan hammalar Vangloni yaxshi deb maqtashdi. Gerçi Vanglo davomli boshqalar yaxshi ko'rinish uchun tirishayotgan bo'lsa-mu, unimi boshqa ma'li yo'q taqiladi. Elak qora kiyimlik bizga qaysi ko'pini ishlatdik-a? Shunda. Yaxshi deb nam og'ang tushliq. Hech nimaga asqatmadi-ku. Vanglo, u bizda esa bag'li kelganmidi? Ajiba gapimizni hammani anglab qolganmidi? U bizga yetishmoqchimidi? Qapoq boshla. Apangni ishlab ketibdi. Taygan chavandoz anining o'g'li esa havati chiqig'ili keldimi? Ishdan balisi qo'rqdingmi? Sening da sababingni nima desak bo'lar, ha? Nima desak bo'lar? O'chi bo'lsang yana bir kelim degina. Shalg'utlar, sen cho'qim apang bilan ishdan turadigan o deyman, ha? To'g'rimi? Bo'lmasa temirdan purchaqdan turadiganmi ya? Seni o'ldirmayman. Mana sana! Soltak, men chaqirish uchun qasdan ishda yurg'otamsan? Men seni qo'g'dug'uching emas. Amda bo'lganda men bu bir necha kundan buyon kentdagi barliq ishlarning yaxshi ko'rishiga erishib oshirib oxirida faqat men amaliyotda mening vazifam nihoyatda oddiy. Men pul bersangmi bo'ldi, 1,5 bo'lsa bo'ladi. Baldiroq demamsiz. To'xta, deyotganim odatga pul emas, faqat mushu taqtada pul. Bu pul xislatdek shamshar tag'idan pulimi? Shundoq, bunchalik pul senda bordi? Bu yerda pul ishlatilmaydi. Kent aholilari narsani narsaga almashtirish orqali savdo qiladi. Shunga bu yerda pul yo'q. Ammo tog' bag'ridagi Lingshe bozorining bo'lsa, mana bu Lingshe bozorining puli. Bu hisob bo'la. Xalimizsangiz tashlab eting. Bu pulni ayol xo'jayin menga rahmat etish yuzidan bergan. Bu bo'lsa-mu bo'lamdi? Bo'ladi. Sat bo'ldi. Bu mening o'lib ketgan ayolimdan qolgan miros edi. Shunga boshqalarga berishga faqatli ko'zim qiymayotdi. Kim seni o'lib ketgan ayoling kim? Pul degan nima u? U degan almashtirilgan narsa. Ya'ni sodada o'xshash qiymatdagi narsa bilan almashtiriladi. Pul? Soda? Ha, men tushungandek bo'ldim. Bu kanatning odamlari bakla oz. O'zining o'ziga aro yetadi. Shunga amal yo'q. Narsani narsaga almashtiramiz. Amsa undaq pulni malajat qilsam bo'g'irak. Pul bo'lsa tovarlarning obrat nisbatini yuqori darajada oshirdi. Buning ham kent aholilarining ishlab chiqarish qiymatini oshirishiga yordami bor. Bundaq bo'lganda kuningni texmi yaxshilanib ketmamdi. Qarang, men ko'pchilikka shundoq yaxshi chiqib beray deyapman. Buningga faqat 1,5 bo'lsa-la kifoya.
Karım yo'q. Mening sizlarga yaxshi ko'rinish mijozimni ishlab ketganmidi? Nemishqa bo'lmaydiganligining sababini chuqum deb berishingiz kerak. Men bu kanatkilarga yaxshi bo'lsin deyotganligingizni bilaman, ammo biz ota-bobolardan qolgan turmush usulimizni o'zgarsak bo'lmaydi. Hey! Sizning taklifingiz bak yaxshi ekan, ammo biz uningga qiziqmaymiz. Shunga sizga hamroh bo'lamaydigan bo'ldim. Oqsoqol, mush yeshingizda erkalasangiz odamning bakla g'idig'i kelib ketadi ekan. Wang Wu, bek ashirvatdingizmi qandaq? Bundaq ko'chirmikashlikka amroq bolani yana davomli sinoqqa qatnashtirman devassam, menga deydigan rahmatingmi yo'qmi? Uni ko'chirmikash demay, imtihondagi kamchiligingizni bayqab qoldi desak, andan to'g'ri bo'la. Shaolingar, og'zingga kelganda jo'ylama. Men degan bu yerning xo'jasi Jumo. Meni xatolashdi deysan, qandaq bo'ladi? O'tinib qolay, buni o'zinikini rost qilish deymiz. Ammo Lingar, sen hajab o bolani qanot ostiga ib ketding-ku. Hatto necha yillik ot-singlimizning yuzini mi qilmayapsan? O menga yordam qilgan, shunga men uningga chapan yapsam xato bo'lmaydi. Ammo siz bir mazhabning oqsoqoli turib, mas'uliyat degan narsa bo'lmas. Oqsoqolning mas'uliyati? Nima jo'ylab yuraysan? Men oqsoqol bo'lgandan beri mazhab mening to'liqlamamni texi bermadi. Menga qachon ta'minotimni to'liq bersa, men bu vazifamni shu chaqda to'liq ado qilaman. Muthamda qig'inim qilgan, qini qarab baqay, uning yana qanday karomati bor-kin? Jazo boshlig'iga qanday tushuntirishni o'ylamoqdi yo'q. Yana to'liqlamadan eg'iz ichotamsiz dexa bo'ldi. Qilmayli qo'ying amsa. Qaytib kelgan qadimingizga marhaba, og'a. Nimalarni deb yuraysiz? Bu degan mening uyim. Aslida mundaqkanda, men texi mening uyim ekan deb qopdiman. Yaqindan bu yana vaqtliq kesilim texim yig'ilib ketyapti. Bo'lsa yilqi mushki anbarlarimiz bilan meni davolab qo'ysangiz qandaq oqsoqol og'a? Siz yana oldi bilan bu 100 qilliq kesilingizni davolating. Kim sizni o'z beshimchilik bilan avliyolar yig'ilishining vaziyatini kontrol qilsin dedi. Bu yil ish haqingizni og'ingiz yo'q o'xshamamdi. Yoki bo'lmasa bu o'rindan voz keching. Yanala yavaşlik bilan o'tirib avliyolarga yetdim. Qachon glas ichilsa, men shu chaqda mazhabni qaytadan tartibga solaman. Men hammani mush mazhabni o'ylab turib qilgan. Siz haq bilan nohaqni ayirmasangiz cho'qim pushaymon qilasiz. U pixsiq, o'lmaydigan qiyri. Navada yo'chiq bo'lsa, vaqtida itratganimiz yaxshi. Heliqi yarmoqni bir yetkazgandek qilaman. Vay, bodalar, ko'zoynak taqmasam baribir ko'ramayman. Vanglo degan xumpar nimish qilib bilan qiyirishidi deyman. O ablah. Menimcha biz endi tugashdik. Shundaq, o'tgandan o'tmay turib yana nimasiga nochira qildi u? Hey, uch kuchuk. Geldi. Qani. Men seni ogohlantirgan, meni ko'rish uchun bundaq ish teravermadi. Bu eng oxir qitimligi. Bo'pti. Bu kanatda pul yo'q ekan, ammo sizning pulga ehtiyojingiz borligini bilaman. Shunga siz pulning qayerligini albatta bilasiz. Ya'ni, boshqa chiqib aytganda, pul sizning yeningizda. Menga beradigan pulni mendan olmoqchimi? Qallang ishlaydi ekan-a? Ammo qoidada buning qoidaga xilof qilmishligi eskartilmagan. Ammo sen bekor bermayman jim. Boshqa joyda pulga yaraydigan oltin kumushing bo'lsa-mu, bu yerga kelganda qilch qimmat qolmaydi. Bo'lmasa, kuchingga tayan, qani kamansan. Sirtdagi narsalarning bu yerda qimmati yo'qligini men albatta bilaman. Shunga men bu tog'dan chiqqan ma'lum narsa bilan tegishmoqchi. Hoy, bunda qilsang bo'lmas. Bu oshqish eng xalqliq paytda ishlaydigan tursa. Bunda asal bervasan. Hech qanday yushirmasdan orqiqshik deb yozilgan bu oshqish bilan yengishni erishmoqchi bo'lgan yarmoq selishtirganda qaysisi muhim, ha? Mundaqla qalin ishlatganda buni cho'qim paras qilib bo'ladi. Seni bo'sh chaqlasam bo'lmoqdek. Bo'ladi, amsa oshqishni qabul qilay. U haqiqatan mushtaqning narsasi. Shundaqla men uchun ahamiyatga ega. Muborak bo'lsin, vazifani o'rinladi. Bu qatim Bayzodining yordam bo'lmasmi? Cho'qim. Bu fursatni qo'ldan bermayman. Sen ahmoq qilgan bu ish qalva o'zimi bilmagan holda vazifani o'rinladi. Balkim kutilmagan voqealar orqali yana olg'a qarab menishing mumkin. Endi bu yo'ldan men sana omad tilayman. Asta, u o'tib ketdi-ku.
Amma yilqi qandoq ochqish bo'g'aydi? Turupning pulini saqlaydigan bexatarlik ishkavining ochqichi. Ha? Sen shuncha muhim narsani vazifada ishlatdingmi? Bu nima uchun? Qandaq desam bo'la? Bu ishlar menga bek qiziqarli tuyulib, shuning bilan barliq mol-mulkni bir tikib baqay dedim. Sen bek mardkansan, ha? Navada o sen o'ylagandek o'ylamay qolsiz-ku. Ha, o'chaqda qandaq qilasan? Ammo o'tib ketdi emasmi? Uning ustiga balkim u mening kimligimni bilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Sholing, qoltisgansan, ha? Yo'q, qancha yiroq kelsan shuncha yaxshi. O'tkaldan o'tkichining mukofoti. Men lahiyligan mukofot bo'lsa, sanduqdan o'zi chiqadigan qurol. Ammo imtihonga qatnashuvchining tavyandagi erishgan nomeriga asoslanganda, bunda qilishning ularning imtihondan o'ngishli o'tishiga foydasi ko'p. Shundaqla ularni o'ngishli o'tkazalaydi. Ammo men chiqargan savollarning qiyinlik darajasi bakli yuqori. Albatta, avliyalik ko'tarilish yo'lidan ta hozirgacha birasi o'ngishli o'tib baxmadi. Shunga bundaq mukofotlar ulardagi yangilarni rag'batlantirish uchunla. Deganlarim to'g'rimi? Men bek oq ko'ngil shundaqmi? O'zingni buncha maqtab ketma. Oxirgi nuqtaga kelish kelmaslik muhim emas. Men faqat salohiyatiga qarayman. Og'a, bek qusur chikansiz. Og'zingni beqib gap qil. Qarasam bu bolalar xeyr yomon emas taqiladi. Ularni yoqtirmadim demasiz? Navada ular o'ngishli o'tib qolsa, menga obdan rahmat ayting, ha? Yo'shan og'a, salom. Shamshar mazifaning oqsoqil turuqliq imtihonga yaxshi nazoratchilik qilmay quruq parang silib o'tirsangiz qamlashmas. Men Lyoshan og'amni zerikib qoldimikin deb kirgan edim. Qimar o'ynagan ishni sen deb qo'yg'ashqa men jazolandim. Endi og'rinyapsiz? Ozroq ishgan bo'lsang, undaq bo'lmaydi. Avliyolikqa ko'tarilish imtihonining 20 dan ko'proq bosqich o'tib bo'ldi. Anglashlarga qaraganda xeyli yomon emas bolalar ekan. Mushu bosqichgacha keladigan astul umid bor degan gap. Ammo bu muzjilg'idan o'talasa ondan bo'ladi. Birinchi bo'lib Tavyandan ayrilgan Hayyun fanning kelishiga mu as qolgandi. Garchi vazifani mukammal o'rinlayolmagan bo'lsa-mu, ammo birinchi bo'lib o'riladi. Shunga yomon emas deyishga bo'ladi. Birinchi demasakmi, ikkinchilikka yotadi. Ilqi bola bo'lsa, uchinchi. Ammo u xeyli yaramliq. Kentdan chiqili 20 oy bo'ldi. Har xil qo'rqoqli ovozlardan tasdiqda o'tdi. Erishgan mukofoti qaranchiq odam bo'ldi. Elimi yaxshi hozirgacha saqlay oldi. Odamni hayajondan titirdi degan. Vaqt keldi. 3-darajalik maxluq. O'ylamabdiman. Bu maxluq 3-darajalik bo'lsa-mu, yanada yomon ekan. Hayyun fan begim. Bu men, Wang Zhong. Ko'rishmagani uzun bo'pti. Bu yerda sizni uchirib qolaman deb o'ylamabdi ekanman. Acaba begim qattiq jon qilgan o'xshamamsiz? Baya o'tkalni saqlaydigan maxluq tarafida mag'lub bo'ldi. Gerçi men tug'ilishimdan döt bo'lsam-mu, hech ishga qarg'i kamsam-mu, ammo bir odamning kuchiga qaraganda bir necha odam birlashsa texim yaxshi bo'ladi deb qarayman. Shundaqmi? Alvaslarning darajasi 3-ga tushdi. 2-darajaliklarga biz altimiz kallimizni ishiltib qo'llarimizga qurollardan yaxshi foydalansaqla chuqur g'alaba qila olamiz. To'xta. Nima ish bo'ldi? Sen darajasi tushdi demaga bitam. Endi texim cho'yib ketdi-ku.
Bu məxluq əslidikidən tötərməsi eşib getdi. Bu geni özgərgən məxluqmu yoki senin ahqonluqunmu? Şundaq, axırda qalıdığını faqat bir adam. Məxluqlar bolsa 3 dərəcə 9 kuch, amma ular hazır 6 adam. Undaq bolğankan bu mamiyotmu çoğ iş kerakda? Mana bu konular aytqanday adam ko'p bolsa kuch ko'p bo'ladi deganlik. Men loyihalagan sistemada odamning texnikaning ko'p bo'lishi hech nimaga asqatmaydi. Mening odamgarchiligim bo'ladigandu. Ahvolga qarab ish qilayli. Endi qoyil bo'lmasak yurak kesilib bo'ladigan o'xshaymiz. Ammo sizga o'xshash bundoq imtihon olsa kim o'tamiz? Bu kalvalar endi avarchilikqa yo'liqdi. Yana nima qarab tursan? Bu yil yangidan qabul qilinganlarning naslini qurtadigan o'xshaysan. Bularning maxluq bo'lishi boshqalarning o'tamasligidan derak demaydi-da. Keldi. Bu yosh maydonga tushdi. Vanglo? O sultayning bu yerga yetib kelishiga yana yarim oylik musofa bor edi-ku. Bu muzliqga ne bo'lib ketdi endi? Bu musuqo oyoqni to'g'ri kelganda qilma. Uchar o'tdik. Nega bu jayron qalasan? Vang birodar buncha tez ketolmaydi-ku. Tuyuqsiz paydo bo'lib qolgan nemisi? Balkim o qaltis qo'raqdan birasiga ega bo'lgan o'xshaydi. Oyog'ining ostida nur chiqyotdi texi. Dal shu. Sizlarmi yomon qurolga ega bo'lgansizlar? To'g'ri. Nima narsa bu? Tuyuqsiz bu yerga qoldi. Biz shuncha jabodat baram bu yerga kelsak, ajiba qarkimli kishi uni aka qo'yganmidi? Bo'ldi. Endi sada qanday qilishimiz kerak? Asli mundaq ekanda. Sening adivingni bilsam, o'tkaldan o'tib ketkerakman. Bu sultak uchar o'tikni kiygashga mushundaq tez ketganda, ammo bu maxluq bilan aldirab o'ynash qilib bo'lmaydi. Bu yeng qurolni sinab baqsam bo'lg'adak. Qo'limga tushamdi yo'q. Qo'yin qilish. Bu sultakka nimandaq yuqori mukofot chiqqandi? Nima? Sening qo'lingdan hayron qilishdan boshqa ish kelmamda. Bu sen o'zing loyihalagan mukofot. Men loyihalagan mukofot sistemasida nomerga asosan ambardan o'zligidan mukofot chiqadi. Ajiba bu sultakning nomeri shundaq yuqormidi? Ammo tajribasi yo'qlarga nisbatan qo'yin qilishni o'ynatish oson emas to'g'ri, lekin u buningga loyiqda. Bu zotda nima uchun?那些